Uchko'prik tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida 7 sotix bo'lgan tayyor bo'lgan xonadonimiz sotuvga chiqarildi. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishlaring mumkin. Ideda 6 xona tayyor, yangi Euro remontdan chiqqan xonalarimiz mavjud. Sizlarga qisqachagina video obzorini boshlaymiz. Mana bu asosiy kirib kelish darvoza qismimiz. Darvozani oldida chiroylikkina bitta tapcham qo'yib o'tiradigan yozgi ayvon ham qilib qo'yishgan. Ro'parada esa bitta mehmonxonamiz mavjud. Bu tarafda yangi Euro remontdan chiqqan yangi xonadonlarimiz mavjud. Polni uylarimiz abo'y qilingan. Bu xonadonimizga albatta Wi-Fi tizimi ham kirib kelgan. Bu chekkada esa oshxonamiz mavjud. Albatta ozgina ishlari qolgan. Chiroylikkina zeleniy zonalar qilib qo'yishgan. Bu suv kelish xodlarigacha, polni montajlarigacha qilib qo'yishgan. Yangi remontdan chiqqan xonadonimiz. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, albatta kelishamiz. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Bemalol egalari bilan bog'lanib, kelib ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Mana bu joyda qolgan ishi shu panoramli oynaga qolgan. Shu panoramli oyna qilib qo'yilsa, ro'parada oshxonamiz mavjud. Bu joy ovqatlanib o'tiradigan joy qilsa bo'ladi. Uyimizning ko'rinishi va uyimizda orqaga o'tish xotimiz, albatta uyimizni pasti, polni podval ombor sifatida foydalansa bo'ladi. Mana bu joyda огород qismimiz mavjud. Uyimiz ichida ham dushovoylarimiz, sanuzellarimiz mavjud. Mana bu joyda bo'ladi, yozgi oshxonamiz bo'ladi, letniy oshxona. Bu joyda zimniy oshxonamiz, qishki oshxonamiz. Bu oshxonamizga u tarafdan ham kirishi bor, bu tarafdan ham kirsa bo'ladi. Bu joyda esa umumiy tashqarida bitta tualetimiz mavjud va bu joyda hammomimiz mavjud. Umumiy yer maydoniga keladigan bo'lsak, 7 sotikdan iborat yer maydoni. Manzilni yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Tepaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Tepaqo'rg'on qishlog'ida joylashgan 7 sotikli 6 xona yashash uyi bor xonadonimiz sotiladi. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.